Agar kiyimimni almashtirsam yo ishim qolib ketadi, plus ochimdan o'laman. Bilaman, mani kelishimga hech kim ovqat tayyorlab qo'ymaydi. Chunki kunduz kuni uyda domovoydan boshqa hech kim bo'lmaydi. Maktab ishdan keyin kela solib kimdir ovqat qiladi, kimdir tayyorlanadi ovqat yeyishga, kimlardir uborka qiladi. Dadamiz shunaqa bizga karmushka yasab kelibdilar bugun. Qushchalarga don beramiz deb o'ylab o'tirgandik. Aslzoda xursand, endi ichiga don olishimiz kerak deb. Skumbriyani paqqos tushirganimdan keyin osh qilishga tushib ketdim. Och qoringa hech narsa yoqmaydi, tavba. Kechada uydagilarning qornini to'ydirib bo'lgandan keyin sizlar bilan tezdagina Moskvaga borib kelamiz. Patentlari annulировать bo'lib ketibdi odamlarda. Aynan mana shu Gosуслуги снилс biometriya sim kartalari yo'qligi uchun. Sim karta olish esa вообще problema bo'lib ketdi. Hozir men sizlarga teppa-tekanga qilib beradigan joyni ko'rsataman. 500 rublga o'zingiz uchun sim karta sotib olsangiz, Beeline, Tele2, MTS shuncha narsani bepulga qildirasiz. Avtozavodskaya metroni 3-vyxididan chiqishingiz bilan mana shu eshikchadan kiramiz. 2-etajiga ko'tarilamiz. Qo'shimcha xizmatlari ham bor. Har xil dokument переводlari, трудовой договорga уведомление olishga ham yordam beradi. Moy ID programmasiga ham yordam berishadi. Moskvadagi tanishlarga jo'natib qo'yamiz.